Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasida inson huquqlari, xalqaro standartlar va milliy qonunchilik mavzusida viloyat hududidagi mahallalarga biriktirilgan profilaktika inspektorlari ishtirokida 2 kunlik seminar-trening tashkil etildi. Seminarda Ichki ishlar vazirligi akademiyasi professor-o'qituvchilari hamda inson huquqlari yo'nalishi bo'yicha mas'ul idora vakillari ishtirok etib, bugungi kunda mamlakatimizda inson huquqlarini himoyasi, mazkur yo'nalish bo'yicha qabul qilingan xalqaro normativ huquqiy hujjatlarni milliy qonunchiligimizga ratifikatsiya qilish yuzasidan tushuntirishlar olib borildi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining inson huquqlari sohasidagi jahon ta'lim dasturining 5-bosqichini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 91-son qarori qabul qilingan. Ushbu qarorning asosiy maqsadi ta'limning barcha bosqichlarida, ayniqsa huquqni muhofaza qiluvchi organlarning xodimlari o'rtasida huquqiy savodxonlikni yuksaltirishdan iborat. Asosiy maqsadi shu qaror doirasidagi belgilangan vazifalarni amalga oshirish maqsadida Namangan shahrida 2 kunlik seminar tashkil etilmoqda. Ya'ni seminar treningning asosiy maqsadi xalqaro standartlar va milliy qonunchilik mavzusida bo'lib o'tmoqda. Seminar davomida mamlakatimizda inson huquqlarini ta'minlash, fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish borasida amalga oshirilayotgan islohotlar yuzasidan batafsil tushuntirishlar berildi. Shuningdek, profilaktika inspektorlarining xizmat faoliyatida inson huquqlari va erkinliklariga rioya etish, fuqarolar bilan muloqot jarayonida qonunchilik tamoyillariga amal qilish, murojaatlar bilan ishlash hamda huquqbuzarliklarni oldini olishda zamonaviy yondashuvdan foydalanish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Soha mutaxassislari tomonidan 2 kun davomida o'tkazilgan seminar-trening qatnashchilar uchun mavzuga oid bo'lgan bilim va ko'nikmalarni oshirdi hamda tashkilotchilar tomonidan sertifikatlar topshirildi. Bu kabi o'quv seminarlar kelgusida profilaktika inspektorlarining xizmat faoliyatida o'zining ijobiy samarasini beradi.